Assalomu alaykum. Janubiy Koreya Suvon. Hozir ishga ketayotib bir qisqa video qilgim keldi. To'g'risi, boshqa paytlar vaqtim bo'lmayapti ish tufayli. Mana Seulga kelganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil davomida hozirda ikkinchi ishimda ishlayapman. Ikkinchi ishimda ishlashimga ham 7 oydan o'tibdi. Ko'z ochib yumguncha. Chunki ish shunday narsa ekan, o'sha qopqon deymiz-ku. Bitta kirgandan keyin 5 kun xayol ishda bo'ladi. 2 kun o'z ustingizda ishlashga yoki oilaviy biron aylanish shunga o'xshash yoki uyda yana nimadir ishlar chiqadi yoki hozirda koreys tilidan dars o'taman. Koreys tili to'planib qolgan darslar yoki qo'shimcha darslar qilib beraman o'quvchilarimga. Shunday qilib 7 kun umuman sezmayapman. Balki Seulga kelgandan keyin shunaqa tezlashib ketdimi hayot. Koreyaga kelganimga bo'lsa 9 yil bo'libdi. Roppa rosa 9 yil. Daejeonda, faqat Daejeonda magistratura, bakalavr hammasi Daejeonda bo'lgani uchun aslida o'sha paytda o'qib yurganimda vaqt o'tmagandek tuyulardi. Bilmasdim to'g'risi. Ishlardim, o'qirdim, lekin o'sha paytda o'zimga qandaydir vaqt yo'qdek. Aslida men ham o'sha boshqalar kabi kompaniyada ishlasam, yetdi, keyin doimiy keladigan pul bor. Shunday ko'z bilan shunday o'ylash bo'lardi, lekin unaqa emas ekan. Aslida shu biz bakalavr payti deymiz-ku, oltin davr deb bekorga aytilmas ekan. Shu paytda hamma narsa nimaga qilaman desangiz, o'rganaman desangiz, vaqt bo'lar ekan o'sha paytda. Menda ham bor edi. Men qo'limdan kelgancha harakat qilganman. O'yin kulgi ham bo'lgan, ish ham bo'lgan, ishda ham ancha ishlar bo'lgan. O'qish ham bo'lgan. O'qishda ham endi yorib olmaganman yoki ishda ham yorib olmaganman. Bir xilda bittada olib ketganman. Mendan ko'p olib ketganlar, ko'p yaxshi qilganlar bor, menchalik qila olmaganlar bor. Men umuman taqqoslamayman buni. Men ayniqsa shu yerga kelib ham bir narsani bilganim, hech kim bilan taqqoslash kerak yo'q, faqat yaxshi o'qiydigan, hali nima deydi, kelajakdan bir yaxshiroq narsani ko'radigan odamlar bilan sal yaqin yurilsa, odam o'zi ham o'sadi. Aytadi-yu, masalan, 5 ta yaxshi odam bilan yursangiz, o'shalarda average bo'lasiz. Bu degani, qancha o'sha yaxshi, zo'r o'qiydigan, aqlli, yaxshi o'ylaydigan, haligi maqsadi bor, maqsadli odamlar bilan yursangiz, albatta o'shalarda orasidagi o'rtachasi bo'lasiz. O'shuning uchun men ham deyarli bu yerda ko'pchilikka vaqt ajratganim yo'q. Ajratgan vaqtim ham yo'q. Ishga borib, kelib shunday o'tyapti hayot. Men prosta shu universitetda o'qiyotganlarga yoki hozirda Daewonda yurganlarga eng bitta beradigan maslahatim, o'rganadigan narsalar bo'lsa, o'sha paytda ko'proq o'rganinglar. Chunki bunaqa kompaniyaga ishga kirgandan keyin bu narsalarga vaqt topish qiyin. Vaqt topsa bo'ladi. Qanday? Masalan, men o'zim ham yoki kechroq uxlaysiz, yokida ertaroq turib tayyorgarlikni qilish kerak. Shu ikkita yo'l bo'ladi. Uyqudan kechish. Boshqa yo'li bilmadim, qiyin. Dam olish kunlarida aytganimdek yana bir nimadir topiladi qilishga. Shuning uchun bilmadim, kompaniya hayotiga kirishdan oldin juda ko'p narsani o'rgansangiz, albatta kompaniyada qatnash davomida ham o'sish bo'ladi, nimalarni o'rganasiz. Men kompaniyamga yoqtirgan jihatim, bu rosa katta tavakkalchilikka qilingan. Meni boshlig'im o'zi ham juda bir risklarni oladigan odam. Shu bilan birga ishlash davomida men o'zim ham ancha narsani o'rganyapman, o'zimga bilinyapti.
Undan tashqari tavakkalchilik. Men ham bitta katta tavakkal qilaman deb turibman, balki Xudo xolasa. Shuning uchun albatta ishlash davomida o'rganaman degan narsani chetlashtirib, biron joyda o'qiyotgan bo'lsangiz hozirda yoki ozgina bo'lsa ham vaqtingiz bo'lsa, til o'rganasizmi? Albatta tilni Koreyada yurgan odam, masalan biz O'zbekistonlik sifatida aytaylik 4 ta til. Koreys tili, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili. 4 ta tilni bilsangiz, bu siz uchun eng zo'r yutuqdan biri bo'ladi. Ayniqsa katta kompaniyalarga kiraman desangiz, men bilmadim, o'sha ko'pchilikka ishga topshiryaptimi? Katta kompaniyaga kirish kerak. Kichik kompaniyada eplab yaxshi ishlasa bo'ladi, lekin kichik kompaniyani beradigani juda kam. Katta kompaniyaga kirgan odam 2 barobar yoki undan ko'proq olishi mumkin. Agar o'shunga yarasha bilimi, iqtidori, intilishi bo'lsa, albatta eplasa bo'ladi. Xullas, hozircha shunaqa gaplar. Hozir ishimga ketyapman. Ishimga doim iloji boricha ertaroq borishga harakat qilaman. Bilasizlar, Koreya kech qolishni yoqtirmaydi. Hech bo'lmasa 5 minut o'z vaqtida kelmang. Hech bo'lmasa 5 minut erta kelish kerak. Boshlovchi o'zi yoki kattalar ba'zida kechikishi mumkin, lekin biz u level emasmiz-ku. Shunaqa. Hatto men hozir ishlayotgan men Suwon bo'lsa ish joyim, Seulda yashab 1,5 soatlar atrofida metroda borib kelaman. Bu ham oson emas. Bu degani bir kunda общий 2 soatdan oshiq yoki 3 soat vaqtim ketadi shu ishga. Qolgan payt bo'lsa yana bu yerda 8 soat, 9 soat ishim bo'lsa, demak bir kunimni 50% dan oshig'ini shu yerda o'ziga sarflab qo'yapman. Chunki ish 9 soat bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha kechikib tugaydi ishlar. Koreyada kichkina va o'rta kompaniyalarda shunaqa, lekin katta kompaniya o'z vaqtida tugatadi. Ko'p hollarda o'z vaqt bo'ldimi, masalan kechki pesh, уже sразу ishni vaqtini tugatadi. Bo'ldi, ketinglar deydi. Shu tomonlama yaxshi yomon. Sayohatlar, qo'shimcha bonus, insentivlar hammasi katta kompaniyalarda zo'r. O'zi YouTube kanalimda o'zini qilayotgan ishim, shu narsalar haqida aytaman deb qo'ygandim. Koreys tili haqida videolar joylashim kerak. To'g'risi, balki qandaydir punt bo'lmayaptimi bularni qo'yishga. Chunki hozir mashina savdosi bo'lsa, men ishim mashina eksport qilamiz. Asosan endi hamma davlatga qilinadi, lekin masalan men o'zimda asosan Yevropa, USA yoki Afrika davlatlari ularga eksport qilamiz. O'rta Osiyo bozori bor. O'rta Osiyo bozori juda injiq, qiyin, savollar ko'p, dokument ishlari ko'p, odamni qiynab tashlaydi. Shunga yaxshi hozircha menda O'rta Osiyoga yo'q. Jab bo'lishi ham shart emas deyman. Lekin o'rganib olish kerak. Bu ishda yurgan odam albatta hamma davlatda iloji boricha yo'l yo'rig'ini bilib olsa, kelajakda balki o'zingiz qilib olsangiz, o'zingiz uchun foydali bo'lib qolar. Shunaqa gaplar. Hozir mana binomiz, ish bino. Ko'rsanglar bo'ladi, tashqari green zone qilib qo'ygan. Bu ham juda katta bino. Bu yerda mana shu Suwonda o'zida 10 mingdan oshiq mashinalar bo'ladi, hammasi sotuvda. Kunda borib mashinalarni ko'ramiz, minamiz, o'zimizni klientlar bilan gaplashamiz. Polniy mashina haqidagi dalniy hamma rasm, video, hamma narsani joylab, tashab, hatto o'zimni shu bu narsa vaqt shunchalik ko'p bo'lyapti, o'zimni social mediani ishlatishga vaqtim bo'lmayapti. O'zim iloji boricha ko'proq joylab qo'yishim kerak, lekin vaqt bo'lganda 3-4 ta joylayapman. Shu sababdan
Biroz vaqt tig'iz bo'lib qolyapti hozir. Endi iloj bo'lsa orada dam olish kun olsam, chunki agar bilsanglar, E7 yoki umuman shu kompaniyada ishlasanglar, bir yilda har oyda bir kundan qo'shimcha dam olsanglar bo'ladi, qizil kun. Bunga ham albatta pul to'lanadi. Oldindan ogohlantirib qo'yib, men shunaqa shu kun dam olmoqchiman desanglar, sababini ham aytish shart emas, lekin ba'zi mayda kompaniyalar yana ham maydalashadi. Nimaga ketasan, nimaga dam olasan? Lekin bu sizning haqqingiz. Shu dam olsangiz bo'ladi yoki birdaniga masalan to'plab turib 2-3 kunni birdaniga olsangiz bo'ladi, lekin albatta oldindan eslatib aytib qo'yish kerak. Bo'lmasa bu ham bir bosh og'riq qiladi. Ana bino hozir ertalab bo'lgani uchun ancha salqin, lekin Koreya hozir shu kunlarda juda ham issiq bo'lgani uchun bilmadim, soat 12 ga bormasdan qizib ketamiz, terlab. O'shuning uchun mana sochimni oldin o'stirib yurardim. Koreya kelgandan beri birinchi marta bunaqa kaltok sug'ordim. Endi keyingi o'sgunicha salqin bo'lib qoladi havolar ham. Shunaqa, hozir bu ish joyimdan ozgina bo'lsa ham ish joyim, o'zim haqimda nimalar qilayotganim haqida biroz gapirgim kelgandi. Hozircha shunaqa yangilik. Kelgusi videoda ham biron aniq narsa va'da bera olmayman, lekin albatta hozir koreys tilidan o'qitayotganim uchun shularga oid, koreys tiliga oid narsalarni qo'yib borishga harakat qilaman. Koreyada o'zi aylanayotgan, biron joyga borayotganlarni qo'yishim kerak edi, lekin ko'p holatda videolar yig'ilib qolgan. Ularni biroz to'g'rilab, montaj qilib, shunchaki qo'yib yuborish emas. Sal chiroyliroq qilib kesadigan joylari bo'ladi. Shunaqa qilib qo'yishim kerak. Albatta bir oyda yoki bir haftada bir aylanib borib kelgan zo'roq joylar bo'lsa, o'shalarni hammasini qo'yishim kerak. O'zi bor shu narsalar. Xudo xolasa bularni ham qo'yib, yana yangiliklar bo'lsa, albatta ulashib boraman. Hammalaringizga omad. Agar o'qishda o'qiyotgan bo'lsa, shu ko'rayotgan odamlar ichida o'qishda o'qiyotganlar bo'lsa, albatta arbeit yoki tekbirlar biroz kamaytirib, o'z ustingizda ko'proq ishlang, sal yaxshiroq nima deb marraga yaxshiroq maqsadni olib harakat qiling. Hozir ham kechmas. Men o'zim ham harakatdaman, sizlar ham harakatni bosinglar. Omad.